eshitaman. Assalomu alaykum. Mansurjon aka, siz bo'lasizmi? Xuddi shunday. Yaxshimisiz, salomatmisiz? Bezovta qilib qo'ymadikmi sizni? Avvalambor bugungi qarshi olgan yoshingiz Allohimga suyukli banda, Rasulimizga chin ummat bo'lgan shukronalik ayyom, tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat. Allohim inom etgan har bir kuningiz fayz va barokatga to'la bo'lsin. Kaftingizni ochib so'ragan barcha ezgu niyatlaringiz, go'zal istaklaringizga yaratgan Robbim sizni yetkazsin ilohim. Rahmat sizga. Ayni damda tabriklar va qutlovlar loyihasi kutilmagan qo'ng'iroqlar dasturi orqali siz bilan muloqotda bo'lib turibmiz. Aynan bugun yaqin bir insoningiz sizga atalgan tabriknomalarni, go'zaldir izhorlarni biz orqali sizga taqdim etishni niyat qilgan ekanlar. Nima deb o'ylaysiz? Mana shunday iliq niyatlarni qay bir yaqin insoningiz bizni loyihamizga siz uchun yo'llagan bo'lishlari mumkin? Qarindoshlardan bo'lishi mumkin. Sizni hurmat qilguvchi, ardoqlaguvchi, yaxshi ko'rguvchi qizingiz Nigoraxon nomlaridan tabriknomalar yetib kelgan ekan. Ularga qo'shimcha ravishda nabira ne'matlaringiz Saminaxon, Jobirjon, Zinuraxonlar va kuyovingiz Xurobjonlar hamda barcha yaqinlaringiz nomidan umr yo'llaringiz hamrohi bo'lmish turmush o'rtog'ingiz Muxtasarxon opa nomlaridan tabriklab qolishibdi. Agar ijozat bersangiz, mana shu mehribonlaringizni sizga yo'llagan tabriknomalarini, dil izhorlarini sizga Alloh qodir qilguncha yetkazib qo'ysam. Mayli. Assalomu alaykum, qadr baland qadrdonim, qadrli insonim. Xonadonimiz ustuni, chirog'i bo'lgan, hamisha bizni qo'llaguvchi, doimo yonimizda turguvchi aziz va mehribonim dadajonim. Sizni bugungi tavallud topgan shukronalik ayyom, tug'ilgan kuningiz bilan chin ko'ngildan muborakbod etaman. Sizga yaratgan Robbim Rahmonimdan eng chiroyli tilaklarni tilab qolaman. Ilohim umr joningiz uzun, tan joningiz sog' salomat bo'lsin. Allohim inom etgan har bir kuningiz fayz va barokatga to'la bo'lsin. Fayzli, barokatli kunlaringiz bundan-da ko'p, bundan-da ziyoda bo'lsin. Sizni borligingiz biz yaqinlarimiz uchun katta baxtdir. Negaki siz bizlar uchun har narsaga tayyor tura olgan, oqibati butun bo'lgan mehribon insonimizsiz. Borligingiz uchun shukronalarim bo'lsin. Garchi buni har doim ham ayta olmagan bo'lsam-da, sizning farzandingiz ekanligimdan, sizdek otam borligidan faxrlanaman. Sizni juda qattiq yaxshi ko'raman. Allohimdan doimo mana shunday baxtli kunlarni taqdim aylashini, yuzingizga g'am anduh hech qachon soya solmasligini, qalbingizdagi, yuragingizdagi barcha ezgu niyatlaringizni Alloh taolo barchasiga yetkazib, baxtlilar ichida baxtli etib saylashini chin yurakdan tilab qolaman. Ilohim yaqinlar bilan haj, umra safarlariga bormoqlikni, Baytullohni tavof aylab, Makka va Madinani ziyorat qilmoqlikni Allohim nasib ro'za aylasin. Inshaalloh 90-100 yoshlarda ham davralar to'g'rida bizlarni duolar qilib, yaxshi kunlarimizda bizlarga bosh bo'lib yuring. Yana bir bora ayyomingiz muborak bo'lsin. Kulib yuring 100 yoshlarda ham, biz suyangan tog' bo'ling dada, ko'zlaringiz hech bo'lmasin nam, baxtimizga sog' bo'ling dada, deya mana shunday chiroyli tilaklarni yo'llab qolibdilar. Rahmat, ko'p yashasin. Albatta biz ham mana shunday chiroyli tilaklarga qo'shilib qolamiz. Ilohim yuzlardan oshib minglar bilan yuzlashib yuring deymiz. Doimo yaqinlar ardog'ida bo'lmoqlikdan charchamang. Kuningiz xayrli o'tsin, ayyomlarni yaxshi o'tkazib oling. Mehribonim, jonim dadam. Tashvishlari bilan ovora bo'lib, sizni har kun bir quchib aytishi kerak bo'lgan so'zni aytolmagan esi yo'q o'g'lingizni kechiring. Dada, keling, sizni bir bag'rimga bosay. Sizni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Borlig'ingiz bizlarga tortiq. Kimim bordir padardan ortiq. Hol so'rmadim o'zimdan ortib. Dada, sizni yaxshi ko'raman. Bo'g'zimga ne tiqildi shu dam. To'xtatolmas ko'z yoshim odam. Jon dadama, mehribon dadam. Sizni juda yaxshi ko'raman.
mehringizdan yashnab yuraman, mag'rur qadam tashlab yuraman. Dunyoda eng tabarruk inson, dada sizni yaxshi ko'raman. Alamlarim ko'zlarin yopay, yoningizga yuguray chopay. Keling bir bor bag'rimga bosay, dada sizni yaxshi ko'raman. Qadringizni bilmaganim bor, aytganingiz qilmaganim bor. Kechirimlar so'rayman takror, dada sizni yaxshi ko'raman. Jon dadam, mehribon dadam, so'zlarida mehri bor dadam. Kamtargina pokisor odam, dada sizni yaxshi ko'raman. Jon dadam, mehribon dadam, so'zlarida mehri bor dadam. Kamtar dadam, pokisor dadam, dada sizni yaxshi ko'raman. Dardinga o'ralgan dunyo, tashvishlardan yaralgan dunyo. Aytolmadim shu so'zni goho, dada sizni yaxshi ko'raman. Har kun sizni o'ylasam hamki, mehringizga to'ymasam hamki, kunda quchib qo'ymasam hamki, dada sizni yaxshi ko'raman. Quchog'ingiz bunchalaram keng, jon bolam, jonim bolam deng. So'zlaringiz tillolarga teng, dada sizni yaxshi ko'raman. Jon dadam, mehribon dadam, so'zlarida mehri bor dadam. Kamtargina pokisor odam, dada sizni yaxshi ko'raman. Jon dadam, mehribon dadam, so'zlarida mehri bor dadam. Kamtar dadam, pokisor dadam, dada sizni yaxshi ko'raman. Yegan har o'g'il qizni, zoriqtirmay o'stirgan bizni. Ota bo'lib angladim sizni, dada sizni yaxshi ko'raman. Dardin yegan har o'g'il qizni, zoriqtirmay o'stirgan bizni. Ota bo'lib angladim sizni, dada sizni yaxshi ko'raman. Jon dadam, mehribon dadam, so'zlarida mehri bor dadam. Kamtargina pokisor odam, dada sizni yaxshi ko'raman. Jon dadam, mehribon dadam, so'zlarida mehri bor dadam. Kamtar dadam, pokisor dadam, dada sizni yaxshi ko'raman. Dada, sizni juda ham yaxshi ko'raman.